En Zarina, bu hikoyani aytish menga oson emas, lekin ba'zan jim turish undan ham og'irroq bo'ladi. Jasur Rossiyaga ketgan kuni tong juda sovuq edi. Hovlimizda sukut hukm surardi. U qo'lida kichkina sumka bilan eshikdan chiqdi. Ko'zlarimga qarab jilmaydi. 1 yil. Zarina, faqat 1 yil. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi, dedi. Men bosh irg'adim, yig'lamadim. Chunki kuchli bo'lishim kerak deb o'yladim. Lekin yuragim ich-ichidan titrayotgandi. Poyezd ketdi. Men esa eshik oldida uzoq turib qoldim. O'sha payt bilmaganman eng og'ir yo'l endi boshlanayotganini. Jasur u yerda juda qiynaldi. Ovozi orqali sezardim. Ba'zan charchagan, ba'zan umidsiz, lekin baribir menga kuchli ko'rinishga harakat qilardi. Hammasi sen uchun, derdi. Har oy pul yuborardi. Har hafta qo'ng'iroq qilardi. Yaxshisanmi, Zarina? Aha, yaxshiman, derdim. Lekin men yolg'on gapirardim. Uy juda jim edi. Kechalari devorlar ham menga qarab sukut saqlardi. Avval sog'indim. Juda sog'indim. Keyin yolg'izlik bosdi. So'ng esa ichimda bo'shliq paydo bo'ldi. Men o'zimni oqlay boshladim. Axir erim yo'q-ku, men ham ayolman. Shu payt hayotimga kamol kirdi. Avval oddiy suhbatlar edi, keyin dardlashish. Keyin esa men o'zim sezmagan holda chegaradan o'tib ketdim. Xiyonat birdan bo'lmadi. U sekin, sezilmasdan yuragimni egalladi. Jasur buni sezdi. Ovozlarim sovuqlashdi, javoblarim qisqardi. Bir kuni u sekin so'radi: "Zarina, biror narsa bo'lyaptimi?" Men esa yo'q, dedim. Eng og'ir gunoh sevgan odamga yolg'on gapirish ekan. Bir kuni u kutilmaganda qaytib keldi. Hech kimga aytmasdan, sovg'alarsiz. Faqat ko'zlarida charchoq va og'riq bilan. Eshik ochilgan zahoti yuragim tushib ketdi. Men hammasini tushundim. U ham so'zga hojat qolmadi. Sukut hammasini aytib turardi. Men yig'ladim. Tizzalarim bo'shashdi. Ismini aytib yolvordim. Jasur, kechir, yolg'izlik yengdi. U menga uzoq qaradi. So'ng shunday dedi: "Yo'q, Zarina. Yolg'izlik emas, sen tanlading." O'sha so'zlar meni ichimdan sindirdi. U indamay chiqib ketdi. Orqasidan qarab qoldim. U Rossiyadan qaytganda, lekin endi bu uyga qayta olmadi. Chunki men ishonchni o'ldirib qo'ygandim. Bugun men yolg'izman. Uy sovuq. Telefon jim. Endi tushundim, masofa aybdor emas. Rossiya ham emas, pul ham emas. Aybdor mening sadoqatim yetishmagani edi. Agar bu hikoyani eshitayotgan bo'lsang, bil, ba'zi kechirimlar so'raladi. Ammo ba'zi pushaymonlar bilan umr bo'yi yashashga to'g'ri keladi.